Assalomu alaykum. Efirda Samarqandda ta'lim hafta ichida dasturi. Tanishing, bugungi dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. O'tayotgan haftada respublikamizning barcha maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tdi. Samarqand viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasida hay'at yig'ilishi o'tkazildi. Gimnastikaga ilk qadam tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari aniqlandi. Boshqarma boshlig'i Tayloq tumanidagi ta'lim muassasalari kutubxonalarini ko'zdan kechirish uchun Tayloq tumanidagi maktablarda bo'ldi. Jurnalist va blogerlar uchun matbuot anjumani uyushtirildi. Endi shu va boshqa voqealar sharhiga o'tamiz. O'tayotgan haftada mamlakatimizning barcha umumta'lim maktablarida ilm eng buyuk sharaf shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tdi. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Samarqand shahridagi 14-umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan tadbirda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev ishtirok etib, prezidentimizning yoshlarga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi va bitiruvchilarga oq yo'l tiladi. Ta'kidlash joizki, joriy yilda viloyatimizdagi mavjud umumta'lim, prezident ixtisoslashtirilgan va xususiy maktablarning 9-sinfini 73.690 nafar, 11-sinfini 51.000 nafardan ortiq o'quvchilar tugatmoqda. Men Abror Abdurahmonov 14-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf bitiruvchisiman va men ustozlarimning ko'magi ila IELTSdan 7 va SATdan 1410 ball olganman. O'shandan so'ng esa institutlarga topshirdim va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Pace University'ga 100% grant asosida muddatidan avval o'qishga qabul qilindim. Va kelajakda o'zim uchun juda ham katta maqsadlar qo'ydim. O'sha institutni tugatib, O'zbekistonga qaytib kelib, davlatim rivojiga hissa qo'shmoqchiman. Bu natijalarga erishganligim uchun prezidentimizga katta rahmat aytmoqchiman, chunki juda ko'plab imkoniyatlar yaratib bergan. Bundan tashqari maktab ma'muriyatiga ham, ustozlarimga chin ko'ngildan minnatdorman. Men o'qituvchilarga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Mana bugun farzandlarimiz mustaqil hayotga yo'l qo'yibdi. Albatta, ularga oq yo'l tilagan holda hammamizni farzandimiz iloyim oliy o'quv yurtlariga kirib, bizning yuzimizni yorug' qilsin, maktabni yuzini yorug' qilsin. Bizni ota-onalarni eng niyatimiz ham shu, farzandlarimiz baxti bizlarning baxtimiz. Shuning uchun hammamiz bugun xursandmiz, ular bilan birga hayajondamiz. Ma'lumot uchun, joriy o'quv yili yakuniga ko'ra a'lo baho va namunali xulqi bilan o'rnak ko'rsatgan 2237 nafar 11-sinf bitiruvchisi maktabning oltin va kumush medallari bilan taqdirlanadi. Shuningdek, bitiruvchilarimizning 196 nafari muddatdan oldin dunyoning nufuzli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Xabaringiz bor, joriy yilning 15-may sanasida davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida dolzarb 90 kunlik dasturi e'lon qilindi. Mazkur dasturga asosan yozgi ta'til davrida maktablarda turli to'garaklar va kutubxonalar faoliyat yuritadi. O'tayotgan haftada boshqarma boshlig'i Tayloq tumanidagi umumta'lim maktablarida bo'lib, kutubxonalarning badiiy adabiyotlar zaxirasi bilan tanishdi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov Tayloq tumanidagi 38-umumta'lim maktabida bo'lib, o'qituvchilar bilan muloqot qildi. Muloqotda joriy yilning 15-may sanasida davlatimiz rahbari raisligida maktab ta'lim tizimida islohotlar samaradorligini yanada oshirish va kelgusi ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar haqida gapirdi va bugun ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarga javoban barcha xodimlar halol mehnat qilishi kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, maktab kutubxonasida bo'lib, adabiyotlar zaxirasi haqida maktab jamoasi va o'quvchilar bilan muloqotda bo'ldi. Boshqarma boshlig'i yoshlarning har tomonlama sog'lom va barkamol bo'lib ulg'ayish tarafdori ekanligini qayd etdi. Shu bois maktabga 13 turdagi mashg'ulotlar uchun sog'lomlashtirish sport maydonchasi jihozlarini sovg'a qildi. Ayni paytda sport anjomlarini o'rnatish ishlari davom etmoqda. Shuningdek, boshqarma boshlig'i Tayloq tumanidagi umumta'lim maktablarining kutubxonalari bilan tanishish jarayonida G'ulba mahallasidagi 44-umumta'lim maktabi filialida bo'lib, Yuqori qishloq va Ravot mahallasi aholisidan yangi maktab qurib berish bo'yicha kelib tushgan murojaatni o'rgandi. Murojaatchilarning aytishicha, asosiy maktab ushbu qishloqlardan 2-4 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, qish kunlari bolalar maktabga qatnashga qiynaladi. Boshqarma boshlig'i ushbu murojaatni atroflicha o'rganib, kelgusi yillarda davlat dasturiga kiritish bo'yicha takliflar ishlab chiqishini ma'lum qildi. Shuningdek, o'quvchilarni yozgi ta'tilda bo'sh vaqtlarini maroqli o'tkazish maqsadida maktab filiali kutubxonasiga 500 dona badiiy adabiyotlar sovg'a qilishini ta'kidladi.
O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasida hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda joriy yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, kelgusi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasida hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda boshqarma boshlig'i Muzaffar Hamdamov joriy yilning 15-may sanasida davlatimiz rahbari raisligida maktab ta'lim tizimida islohotlar samaradorligini yanada oshirish va kelgusi ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan selektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar haqida gapirdi. Muhokamada keyingi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida to'xtalib, so'nggi 6 oy davomida sohaga oid hukumatimiz tomonidan 10 ga yaqin qaror va farmonlar, qonunosti hujjatlari qabul qilinganligi, yurtimizda ta'lim tizimiga e'tibor davlat siyosatining eng ustuvor vazifasi ekanligidan dalolatligi qayd etildi. Yig'ilishda viloyatda o'tgan davr davomida amalga oshirilgan ishlar tanqidiy tahlil qilindi. Jumladan, umumta'lim maktablarining o'rganish natijalari, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 3-7 yoshli bolalarni qamrab olish holati, milliy va xalqaro sertifikatlar bo'yicha viloyat ko'rsatkichi tahlili, ta'lim muassasalari kutubxonalarining tegishli darsliklar va badiiy kitoblar bilan ta'minlanganlik holati, shuningdek jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash, bu borada yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar bo'yicha mas'ullarning axboroti tinglanib, o'rganish jarayonida qator xato va kamchiliklarga yo'l qo'yganligi aniqlangan maktab direktorlari va maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari, tuman bo'limi va boshqarma mas'ullariga intizomiy choralar qo'llash hamda ishda qolish yoki qolmaslik masalalari ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Shuningdek, viloyatda dolzarb 90 kunlik doirasida o'quvchilarning yozgi ta'tilini mazmunli tashkil etish yuzasidan mas'ullarga qat'iy topshiriqlar berildi. Aziz ustozlar, hurmatli mas'ullar va tuman shaharda ishlayotgan barcha darajadagi rahbarlar, muhtaram yurtboshimiz tomonidan barcha sharoit yaratilgan maktablarda ham, bog'chalarda ham qat'iy talab qilaman va iltimos qilaman, barcha o'zining lavozimini hurmat qilsin, ishini sevsin, lavozimiga mas'uliyat bilan yondashsin. Yig'ilishda 21-may kutubxonachilar kuni munosabati bilan viloyatdagi 16 ta tuman shaharlarning eng yaxshi maktab kutubxonachilariga kompyuter jamlanmalari, vaucheri hamda faxriy yorliqlar topshirildi. O'tayotgan haftada Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan tashkil etilgan gimnastikaga ilk qadam tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari aniqlandi. Hozir shu haqda. Samarqand viloyatidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasida gimnastikaga ilk qadam sport musobaqasining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovning viloyat bosqichida tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lgan jamoalar va bolajonlar ishtirok etishdi. Tanlov natijalariga ko'ra Ishtixon tumanidagi 5-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi Sevinch Fatullayeva hamda 20-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi Muhammad Yusuf G'ulomboyev viloyat bosqichida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritib, tanlovning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. G'oliblar va ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar bilan taqdirlandi. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi tomonidan viloyat matbuot uyida jurnalist va blogerlar uchun matbuot anjumani uyushtirildi. Hozir shu haqda. Unda viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov tomonidan maktabgacha va maktab ta'lim tizimida o'qituvchilar malakasini oshirish va bu borada muhim o'zgarishlar mavzusida jurnalist va blogerlarga axborot berildi. Jumladan, pedagog, talaba va o'quvchilarning bilim va ko'nikmasini baholashning yangi tizimi yaratilib, mustaqil bo'lgan pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazi tashkil etilganligi, yaratilgan imkoniyatlar asosida kadrlar tayyorlash, malakasini oshirish va ularni baholash bo'yicha mutlaqo yangi tizimni joriy qilinganligi qayd etildi. Shuningdek, joriy yildan boshlab malaka oshirish tizimi tabaqalashtirilgan shaklga o'tkazilib, viloyatdagi 3025 nafar oliy va birinchi toifali pedagoglar, 8540 nafar boshqa toifali pedagoglar malakasini oshirish belgilanganligi aytib o'tildi. Bundan tashqari, yana bir muhim yangiliklardan biri o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va kasbiy mahoratini oshirish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish maqsadida ta'lim muassasalari pedagoglari uchun kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati tadbirlari joriy etilganligi ijobiy samaralar berishi ta'kidlandi. Shuningdek, anjumanda jurnalistlardan kelib tushgan savollarga mas'ullar tomonidan javoblar berildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz sharhi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.